Hammaga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Maynbek. Bugun videoda mana shu mashhur bo'lgan mukbang oshxonasi ovqatlarni ko'ramiz. Bu yerga yangi mehmonxonalar qo'shilgandi. Men o'sha mehmonxonani sotib oldim. Hozir birga o'ynab baholab chiqamiz. Mehmonxona 10 dan 7 qilsa bo'ladi. Yaxshi ekan, qulay ekan. Endi esa menyularga o'tsak, menyularda menga ko'proq tovuq oyoqchalari va achchiq ramen yoqadi. Qani ichish uchun albatta suv, snak uchun ko'rildi. Desertga esa Dubayning shirinliklari. Bunday bo'lsa bu yerda qildik. Hammasini boshidan ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda avval tovuq oyoqchalaridan boshlaymiz. Bu tovuq oyoqchalari yeb ko'rib kelayotgandi o'z boshidan. Oddiy ishga 5 ketdim. Pishloq bilan qilsak emotiyalari ham bor ekan pishloqni tortishi. Nega men suyagini ham yeb yubordim. Mayli, endi esa achchiq sosga botirib qo'yamiz. Endi ko'proq pishloqligini animatsiyasi. Bu animatsiya va boshqa narsalarga kelsak, unda 8 qo'yishga arziydi, ayniqsa pishloqni tortishi. Bitta achchiqligidan olamiz. Bunday bo'lsa keyingi ovqatga o'tamiz. Keyingi ovqat achchiq ramen. Men achchiq rameni unaqa ko'p yoqtirmayman, lekin ko'p yeganman, shuning uchun achchiq ramenni boshlayman. İşten yaxshi ko'ryapti. Bunga undan 8 qo'yib chiroyli. Original suvni ichib olsak. Achchiq narsadan keyin suv ketadi. Suvlaridan tovushi ham chiqyapti. Undan 10 ketdim, 5 ketdim xullas. Keyingisiga kelsak. Ko'rildi. Ba'zilar yemagan bo'lishi mumkin, lekin menga mana shunaqa soslarni qo'shib yeyish yoqadi. Pishloqlar tortilishini qarayman. Lekin men haligacha o'ylayotgan narsa, men cho'qiyapmanmi? Qani achchiq sosga botiramiz. 5 ketamiz. Bunga undan 9 qo'ysa bo'ladi. Va Dubayning shirinlik. Bunga ko'ramiz. Shirinlikka 10 dan 8 qo'ysa bo'ladi. Yaxshi shirinlik, ichidagi kremlar ham anchagina yaxshi. Bu video shu bilan tugab qoldi. Hali biz ko'p ovqatlarni sinab ko'ramiz. Bunday bo'lsa, yana yeb ko'rishga nimalar bor ekan? Pirog va taco shirin bo'lsa kerak. Hozircha shularni olamiz. Taco va pishloqli pirog. Sosga botiramiz. Bunga pishloqlar tortilyapti. Bundan 8 buni bitiramiz. Ko'tarib oldim. Pishloqlar tortishini ham o'zi. Bular menga yoqdi. Endi esa davom etamiz. Keyingi ovqatlar ramenlar. Ramenlardan endi ko'p turlari bor. Tovuqligi va tuxumligini oldim. Sasikaligini zo'r bo'lsa kerak. Keyin esa
narsa ichishga olma sharbati bilan kola. Snacklarga kelsak. Sushi. Endi esa bu yerga ishga Oreo. Mayli Oreo olib ko'ramiz. Bu yerga qildik va yetib keldi. Tuxumli ramen. Eng ko'p tatib ko'radigan ovqatimiz. Tuxumli ramen bilan yedim. Ovozga 5 ketdim. Og'iz animatsiyalari ham keyingisi o'tsak, tovuqli ramen. Tovuqli ramenni ham ko'ramiz. Hamma ramenlarga o'xshab oddiy. Shu payti men ham chiroyli turarkanman. Animatsiyalarga 5. Animatsiyaga 10 dan 10. Endi esa sosiskalidan yeb ko'ramiz. Qo'ydik, olamiz. Ben sosiskam qo'shib bergan. Esa biz olma sharbati ovoz o'zgarganga o'xshaydi. Haligacha shu muzni ovozi. Ve bunu ham oxirigacha yeb ko'ramiz, qolmasin. Endi esa keyingisi sushi. Endi esa ichida pishloqlar. Endi esa bu ikkitasini sosga botirib yeb ko'ramiz. Ranch sosi. Ishonmasalar zo'r bundan on. Esa asal. Balik qo'shdik, asal qo'shdik. Mayli, bu qatlam menga yoqdi. Va oxirida kola. Bu oxirgisi deb o'ylamayman, hali sumkada bizda Oreo'miz bor. Oreo'ni ham stolga qo'yib olamiz. Yeb ko'ramiz. Açamiz, solamiz, qo'yamiz hali. Bu animatsiyalar zo'r hozircha. Buni qo'shib beramiz. Qoshiqni men birinchi marta umrimda qoshiq ushlab ko'rdim. Bu ovqatlarga men juda nisbatan zo'r ekan ovqatlar. Ovqatlarga 10 dan 10 ko'rsam bo'ladi. Bu esa 10 dan 9 qo'yadi. Sababi hali ko'p narsalar hali ochilmagan ekan. Agar ochilganda keyingi videoni ham chiqarib ko'raman. Eng oxirgi ovqatimizni yeb olsak. O'zi qiziq qolmadi, snacklardan olay. Snacklardan onion boy. Mana shuni yeb ko'ramiz. Bitta qilamiz. Bu o'yinga men 10 dan 9 qo'yaman. Bu o'yin zo'r. Grafikalari ajoyib. Xonalar bor. Alohida ish uchun bu yerda pul to'plash oson. Bunday bo'lsa, bugungi video tugadi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.